Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli tadqiqotchilar, ilmiy izlanuvchilar. Yuqoridagi video qo'llanmani davomi sifatida mazkur video qo'llanmani tayyorlayapman. Demak, yuqoridagi video qo'llanmada antiplagiat platformasida tekshirib ko'rdik maqolani. Shu bilan birga Quillbot platformasida ham tekshirib ko'rdik va plagiat nima degan savollarga ham javob berdik va bu yuqoridagi videoni davomi sifatida bu video tayyorlanmoqda. Qaysiki endi maqolamizda demak sun'iy intellekt ulushini aniqlash bo'yicha bunda ham Quillbot platformasidan foydalanamiz va o'zi umuman plagiat.uz platformasida yoki boshqa o'zi plagiatni tekshirish bo'yicha platformalardan foydalanganingizda demak AI ulushini tekshirib beradigan demak tomonlari ham bor va biz bu orqali qaysi sahifalarda AI ulushi borligini, sun'iy intellekt ulushi borligini yoki necha foiz ekanligini ko'rishimiz mumkin. Hozirda maqolamda 5% ko'rsatyapti. Bundan bir 2-3% referensiz bo'limiga to'g'ri keladi. Shundan bir 2% yoki uzog'i bilan 3% matnlarga to'g'ri keladi. Bunda yuqoridagi videoda men videoni oxirida buni ko'rsatib o'tdim, qanday qilib buni tekshirishimizni va matnni demak yurg'izganimizda ochiq matn bu originallik belgisi, ya'ni sun'iy intellekt ulushi yo'q. Mana bu kabi bo'yalgan matnlarda sun'iy intellekt ulushi bor. Va bir necha marta ikki martadan adashmasam 2 martadan bularni o'z so'zim bilan yozib chiqqanimga qaramasdan baribir platforma sun'iy intellekt ulushi bor deb ko'rsatib beryapti. Buni sabablari nima bo'lishi mumkin? Demak, hozirgi maqolada demak 5% ko'rsatilgan va 95% inson tomonidan yaratilgan deb demak hisobot beryapti. Demak, AI detektorlar, ya'ni bu Quillbot platformasida hozir AI detektorda tekshirdim. AI detektorlar demak matnni mazmunini emas, balki uslubini va pattern deymiz, naqshini, bu yerda shunaqa nima tarjima qilingan xususiyat deb aytaylik, xususiyatini tahlil qiladi. Akademik yozuv tabiatan sun'iy intellektning yozuv uslubiga o'xshaydi. Shuning uchun ham detektorlar matnni AI deb belgilashi mumkin. Misol uchun mana bu kabi usullarda yozilgan matnlarni AI detektor AI tomonidan yozilgan deb o'ylaydi. Ya'ni agar juda formal akademik uslubda yozsak maqolani, uzun va murakkab gaplardan foydalansak, template style bo'lib qolsa jumlalarimiz va juda mukammal grammatikadan foydalansak va bir xil takrorlanuvchi gap tuzilishidan foydalansak, akademik darslik formatidagi iboralarni qo'llasak va majhul nisbat deymiz, shu ona tili darsliklarida o'tganmiz buni, ya'ni passive voice, active voice, passive voice o'tganmiz bilan, agar passive voicedan ko'proq foydalansak, AI detektorlar yaratgan matnimizni AI ulushi deb hisoblashi mumkin bo'ladi. Misol uchun o'zimni maqolamda men eng ko'p foydalangan jumlalarimni AI ulushi sifatida ko'rsatib beryapti. Masalan, plays a vital role yoki significantly associated with. Masalan, mana bu associated with degan so'zni ko'p ishlatganman. Chunki bu tadqiqotim, bu maqolam survey tadqiqoti asosida yozilgan va biz survey tadqiqotlarida association yoki relationship o'rganamizda, ya'ni munosabat yoki bog'liqlik o'rganamiz, cause and effect o'rganmaymiz. Shuning uchun ham bu jumlani ko'p qo'llaganman. Keyingisi masalan, this study contributes to the existing literature in the several ways yoki the findings provide practical implications. Mana shu kabi jumlalarni ko'p qo'llaganligim uchun AI ulushi sifatida ko'rsatib beryapti. Bunda hozir maqolamda 5% ko'rsatilgan, shuni 2-3% referensga to'g'ri kelsa, agar 2% referensga to'g'ri kelsa, deylik 3% matnga to'g'ri kelyapti va matnni o'zini hisobotini ham ko'radigan bo'lsak, bunda ham hech bir detektor 100% ishonchli emas. AI detektor natijasiga tayanib, demak insonni karyerasi yoki akademik holatiga ta'sir qiluvchi qaror qabul qilmang deb ko'rsatilgan. Bu qaysiki maqolamizni AI detektorda tekshirganimizda mana bu yerda hisoboti bor. Download orqali bu hisobotni ko'chirib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu hisobot, bu qaysi matnni qayerida, mana bu oq bo'yalmagan qism originallik, bo'yalgan qism AI ulushi deb beryapti-da. Vaholanki bu joyini necha marta yozgan bo'lsam ham. Mana bu demak bu hisobot bilan ham tanishib chiqqanimizda o'zi albatta AI detektorda ishlaganimizda hisobotni ham ko'chirib olib tanishib chiqishimiz kerak bo'ladi yoki to'g'ridan to'g'ri mana bu bo'limda ishlashimiz maqsadga muvofiq bo'ladi.
Demak, bu yerda hozir eng muhimi maqolamiz original tadqiqot bo'lishi, ma'lumotlar o'zimiz to'plagan bo'lishimiz, tahlillarni o'zimiz bajargan bo'lishimiz va izohlarni, tushuntirishlarni, ya'ni interpretatsiyani ham o'zimiz yozgan bo'lishimiz. Agar maqolamizda 2, 3, 4, 5% AI ulushi bo'ladigan bo'lsa, bu juda katta muammo deb hisoblanmaydi ekan. Demak, o'zi ko'pchilik jurnallar tomonidan chegara 15-20% atrofida qo'yilgan. Ana endi AI ohangini, xususiyatini deylik, kamaytirish bo'yicha nima qilishimiz kerak? Demak, uzun gaplarni qisqartirishimiz kerak. Uzun gaplarni biroz qisqartirishimiz kerak va umumiy iboralarni almashtirishimiz kerak bo'ladi. Vaholanki bu kabi umumiy iboralar mana bundan oldin o'zi umuman tadqiqot boshlashimizdan oldin yoki maqolani literature review qismini boshlashdan oldin bir nechta adabiyotlar maqolalar bilan tanishib chiqamiz va maqolalarni o'qiganimizda ular ham, u maqolalardagi mualliflar ham bu kabi demak, umumiy iboralardan foydalanishganda bu kabi eski uslub deb ko'rsatilyapti, lekin vaholanki hozirda ham bu kabi jumlalardan foydalanishadi. Demak, AI ohangini kamaytirish uchun uzun gaplarni qisqartirish tavsiya etilyapti, umumiy iboralarni almashtirish va natijalarni to'g'ridan-to'g'ri yozish, ya'ni eski uslubdan zamonaviyroq uslubda. Vaholanki maqolamda bu kabi uslubdan ham foydalanganman, bu kabi uslubdan ham foydalanganman. Va o'zi odatda maqolalarda passiv voice ishlatilish maslahat berilardi ilgari, hali sun'iy intellekt ommalashgan paytda. Lekin afsuski sun'iy intellekt hozirgi kunda ommalashib ketdi va biz demak bir necha yil oldingi umuman literature o'qilgan paytimizda maqolalar bilan tanishganimizda, ichidagi matnlarni o'qiganimizda o'zimiz uchun jumlalardan o'rganib o'zimiz uchun olamizda, masalan, mana bu jumlani qo'llasam bo'lar ekan introductionda, mana bu jumlani discussionda qo'llasam bo'lar ekan. Va bu jumlalar, o'sha biz maqolalarda o'qiydigan jumlalarimiz ham ko'pi o'zi passiv voice'da yoziladi. Va passiv voice'da masalan shaxsan o'zim ham maqolani passiv voice'da yozishga o'rganganman va hozirgi maqolamda ham shunday uslubda yozganman. Lekin afsuski AI detektorlar passiv voice'dagi jumlalarni ham AI ulushi deb qabul qiladi, AI tomonidan yozilgan deb o'ylaydi. Va bu yerda demak hozir results bo'limida ko'proq passivdan aktivga o'tish tavsiya etilgan. Vaholanki mixed uslubni qo'llaganman. Ham passive voice, ham mana bu kabi jumlalarga o'xshagan aktiv voicelarni ham qo'llaganman. Bu yerda demak metodologiya bo'limida biz passive voicedan foydalansak bo'ladi, bu normal va faqatgina results va discussionda demak balansni saqlaganimiz ma'qul. Passive voice, aktiv voicedan ikkalasidan bir xilda foydalanishimiz ma'qulroq. Xo'p, nimalar qilmasligimiz kerak? Masalan, maqolamizni AI detektorida tekshirdik. Albatta, agar AI foizi yuqori ko'rsatayotgan bo'lsa, uni pasaytirishimiz kerak bo'ladi. 50% ko'rsatiladimi, 40%mi, 30%, misol uchun 70% ko'rsatadimi? Pasaytirishimiz kerak. Uni faqat iloji boricha 8-9%ga, 7%gacha pasaytirib olib kelishimiz kerak bo'ladi. Lekin shu pasaytirish jarayonida shu narsani esda tutishimiz kerakki, grammatikani ataylab buzishimiz kerak emas, AIga o'xshamasin deb. U ham to'g'ri kelmaydi. Ataylab juda ham oddiy bo'lgan jumlalarni qo'llashimiz kerak emas. Ilmiy uslubdan chiqib ketishimiz kerak emas yoki butunlay yo'qotib qo'yishimiz kerak emas. Noto'g'ri sinonimlar ishlatishimiz kerak emas va sun'iy mantiqsiz o'zgartirishlar kiritishimiz kerak emas AI ulushini tushirish bo'yicha. Chunki istaymizmi yo'qmi, baribir AI dan foydalanishga to'g'ri keladi. Chunki literature o'qigan paytimizda, research gap, ya'ni ilmiy bo'shliqlar izlayotgan paytimizda mana shunaqa jarayonlarda yoki o'zi umuman natijalarimizni tahlilida biror joylarni tushunmasak, jadvallarni tushunmasak, sun'iy intellekt orqali tushuntirishini so'rab o'qituvchi, ustoz sifatida foydalanishimiz mumkin. Qaysidir manbalarni izlab topib o'qib vaqt ketkazishdan ko'ra sun'iy intellektdan o'qib o'rganib olish ham yaxshi. Mana bu tomondan foydalanish yaxshi, lekin mualliflik majburiyatimizni, tadqiqotchilik mas'uliyatimizni sun'iy intellektga topshirib qo'yishimiz bu xato bo'ladi. Ana shunday vaziyatlarda maqolani jurnalga yuborishdan oldin albatta AI detektorda tekshirib va ulushi necha foiz chiqsa ham iloji boricha uni pasaytirishimiz kerak bo'ladi.
Xo'p, yakuniy tavsiya bunday eng yaxshi strategiya tabiiy akademik yozish jumlalarni, uzun gaplarni qisqartirish, takrorlanuvchi shablon jumlalarni kamaytirish, umumiy sun'iy intellekt iboralarini aniqroq so'zlar bilan almashtirish, aktiv va passiv voice'ni bir xilda balansda ishlatish, biri ko'payib, biri kamayib ketib emas. Demak, bunda eng muhimi tadqiqotimizni original bo'lsin, o'zimiz bajargan bo'laylik. Tadqiqotimiz demak bo'yicha o'zimiz ma'lumot yig'gan bo'laylik, metodologiyasini o'zimiz tuzgan bo'laylik, o'zimiz tahlil qilgan bo'laylik, o'zimiz izohlagan bo'laylik, o'zimiz yozgan bo'laylik. Mana shu muhimlikni saqlashimiz kerak. Sun'iy intellekt, demak, sun'iy intellektdan foydalanamiz qachonki literature review qilishda, research gap, ilmiy bo'shliq aniqlashda. Tadqiqotimizni research model deymiz, chizmasini chizishda foydalanishimiz mumkin. Referencesni stylni tartiblashda foydalanishimiz mumkin. Masalan, statada yoki SPSS ishlaymizmi, qaysi bir statistik dasturda ishlasak ham turli xil grafiklarni agar ishlagan bo'lsak va bitta tahlilimizda bir nechta grafik bo'ladigan bo'lsa, agar ularni birlashtirish bo'yicha foydalanishimiz mumkin. Agar ularni bitta qilib rasmda beradigan bo'lsak va tilni tahrirlashda foydalanishimiz mumkin. Shunda ham tanlagan jurnalingizni ko'rsatmalarini o'qib chiqing. Sun'iy intellekt, ya'ni artificial intelligence policy degan bo'limchasi bo'ladi yoki ko'rsatmalar ichida shunaqa bo'limi bo'ladi. Buni albatta o'qib chiqishimiz kerak. U jurnal nimalarga ruxsat beradi mualliflarga va nimalarga ruxsat bermaydi. Mana shuni albatta e'tiborga olishimiz kerak. Va albatta sun'iy intellektdan foydalanganimizda AI declaration to'ldiramiz submission tizimida va yoki jurnal ko'rsatmalarida o'zi yozilgan bo'ladi yoki uni maqolamizni oxirida referensdan oldin conclusiondan keyin keltirishimiz mumkin yoki uni metodologiya qismida keltirishimiz mumkin yoki submission tizimida declaration qilib keltirishimiz mumkin. Buning uchun jurnal ko'rsatmasini to'liq o'qib chiqishimiz kerak. Demak, sun'iy intellekt faqat tahrir va format uchun ishlatilgan bo'lsa, buni AI declaration bo'limida demak ochiq yozishimiz kerak. Boya yuqorida aytganim yoki metodologiya qismida yoki maqolani conclusiondan keyingi qismida. Demak, bu halollik belgisi hisoblanadi. Xo'p, hurmatli tadqiqotchilar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.